Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib, izohlarda o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolar edim do'stlar. Do'stlar, bu galgi videorolikimizda sizlar bilan tik bitta degan botni ko'rib chiqamiz. Yana bir nechta botlar bor, shular haqida ham ma'lumot berib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, botlar manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Bu botimiz ham yangi ochilgan botlar qatorida do'stlar. Yaxshi ishlab kelmoqda. Shunchaki mining qilgan holda ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bizda mana shu yerda yangi ochsangiz, mana shu yerda mining boshlanadi. Bu yerda o'zining Telegram kanali bor. Shu Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolar edim. Va referendumiga uchun $7 beradi do'stlar. Bizda kunlik bonuslari bor. Получите бесплатный bonus, gift bonus o'zi aslida. Buni qanday olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar? Откройtini bosamiz. Откройте sanduqni bosamiz va ustiga bosamiz. Buni ikki xil yo'nalishi bor. Bonus olishimiz do'stlar, o'chirib hamda mana shu tarzda olishimiz mumkin bo'ladi. Lotereya orqali ham o'ynasak bo'ladi. Omadimiz kulsa USDT tushib qolishi ham mumkin, lekin ko'proq yulduzlar tushayapti. Endi bu omadga bog'liq. 10 ta urinishimiz qoldi. Shu 10 ta urinishda hech bo'lmaganda $5 $3 tushib qolishi mumkin. Lekin omadimiz kulmagan bo'lsa, mamlaqa qilib o'tib ham ketaveradi do'stlar. Qo'lda to'xtatishni iloji yo'qda buni. Yana ozgina o'tganida yana o'tib ketdi. Ko'proq mana shu yulduzchalar tushadi. Bularda hisobiga do'stlar biz ko'proq bonus olishimiz mumkin bo'ladi. Yana bitta aylanamiz qoldi. Shu aylana orqali biz olishimiz mumkin. Hozir statistika bo'limini ko'rib chiqamiz do'stlar. Bu yerda kriptovalyutalar ekan, referendum bo'limidan referendum silkangizni olishingiz mumkin bo'ladi. Har bir chaqirgan referendumingizdan do'stlar 30 tanga olishingiz mumkin ekan. Profil bo'limidan o'zingizni profilingizni udaleniyalarni yoki boshqa narsalarni o'zgartirib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi do'stlar, bundan pul chiqarishimiz qanday bo'ladi? Снятие прибыль tugmasini bosamiz. Bizga 46 sent tushdi. Bunga xohlasangiz pul ham kiritishingiz mumkin. Minimal summa 3 USDT ekan. Lekin biz sarmoya kiritmasdan ishlashimiz kerak bo'ladi. Botga bitta обновить berib yuboramiz. Вывести tugmasini bosamiz. Minimal summa для вывода состояния $3. Kecha 40 sent edi, bugun $3 ga aylanibdi do'stlar. Kutamiz. Hisobimizda pul yig'ilishi bilan pul chiqarishni ham ko'rib chiqamiz. Keyingi botimiz do'stlar LTC mining boti. Bu bot orqali ham biz pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Asosiy o'zbekcha ekan. Asosan do'stlar bunda nima qilamiz? Odam chaqirgan holda ishlashimiz mumkin ekan do'stlar. Va pul ishlashni bosamiz, start tugmasini bossangiz. Do'stlar, har bitta chaqirgan odamingizga 0.02 Litecoin berilar ekan do'stlar.
ulashishni bosasiz. Xohlagan kanalingizga yoki boshqa o'zingizda YouTube yoki ijtimoiy tarmoqlaringiz bo'lsa, o'shalarda ham tarqatishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, pul chiqarish ko'rib chiqamiz, pul yechish kabinetni ko'rib chiqamiz. Bizda hozir 0.1 Litecoin bor ekan. Pul yechishni ko'rib chiqsak, Litecoin Uzcard Humo. Hop, Humoga, Uzcardga 0.33 bo'lish kerak ekanda jarayonni davom ettira olmaysiz. Minimal yechib olish miqdori. Hop, Litecoin'dachi bunda ham shu. Hop, asosan do'stlar Litecoin ishlab odam chaqirgan holda ishlashimiz mumkin ekan bo'ladi do'stlar. Hop, keyingi botimiz Hotel Empire degan bot. Bunda ham do'stlar vazifalar bajarib do'stlarni chaqirgan holda ishlashimiz mumkin ekan do'stlar. Hop, 50 tokenni olamiz, kalim bosamiz. Bizga 90 bo'ldi. Hop, tax bo'limidan do'stlar turli vazifalarni bajarib ishlab olsak bo'ladi. Bu yerda mana shunga o'xshagan reklamalar ko'rib. Hop, do'stlar, ha bitta ko'rgan reklamamiz 10 cash ekan. 10 ta tangadan berar ekan shop bo'limidan do'stlar biz. Hop, bu yerda nima qilishimiz mumkin ekan do'stlar? Mana shu uylarni sotib olgan holda ishlashimiz mumkin ekan. Hop, mana bu 125 tangamiz 0.10 to'm bo'lar ekan. Undan oldin Contact Wallet'ni ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Telegram hamyonimizda ulashimiz mumkin. Hop, ulandi. Buni sotib olishimiz mumkin ekan do'stlar. Homer bo'limidan bizda hozir 100 ta tanga bor. Hop, Timati bo'limidan do'stlar referensingizni olishingiz mumkin ekan. More bo'limidan withdrawal exchange bu exchange do'stlar. Hop, ayirboshlash 1000 ta tangamiz 0.10 to'm bo'lar ekan. Hop, 100 ta tangamiz 0.1 to'm bo'lar ekan do'stlar. Minimal summa 1000 tanga ekan. Shunda biz tangalarni almashtirib o'zimizda Telegram hamyonga chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Uning uchun bu yerda vazifalarni bajargan holda mana bu yerda hop, pul chiqarishimiz 1000 tanga ekan do'stlar, minimalkasi. Hop, hozircha bu bot manzili ham kommentariyada bo'ladi. Hop, do'stlar, keyingi botimiz NTC Airdrop botimiz do'stlar. Bu botimiz manzili ham kommentariyada bo'ladi do'stlar. Hop, start bosganingizda sizda ham mana shunday oyna ochiladi. Captcha password degan yozuv chiqadi. Shuni bossangiz sizda ham mana shunday oyna ochiladi do'stlar. Shundan so'nggina menyu ochiladi. Va bunda qanday pul ishlashingiz mumkin? Invalid bo'limidan o'zimizga kerakli bo'lgan linkni olib, barchasi do'stlar chaqirib ishlaydigan botlar do'stlar. Hop, balansni ko'rib chiqamiz. Bizda hozir 0.1 Litecoin bor do'stlar. Bu bonus sifatida berilgan do'stlar. Hop, withdrawalda send withdrawal amonati. Xohlasangiz FalsetPay, xohlasangiz Binance Trust Wallet, shulardan adresni olib bu yerga qo'yasiz. Minimalga yig'ilgandan so'ng o'zi avtomatik tarzda to'lab beradi do'stlar. Chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, kalim bonus bo'limi bor.
bu yerda botga o'tib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, do'stlar, yana bir narsa, o'zimizda Payer hamyoni bor. Shu Payer hamyoni orqali ham Xo'p, do'stlar, Payer hamyonida shaxsingizni tasdiqlasangiz, kriptovalyuta bozori bor. Ana shu yerdan Litecoin adresini olib, mana shu yerga joylasangiz, o'zi srazi Payerga tushadi do'stlar. Minimalkasi ozgina yuqoriroq, lekin keyin uni o'zi Payerning o'zida almashtirib, uz kart yoki kartangizga tushirib olsangiz bo'ladi. Xohlagan kartangizga tushirib olishingiz mumkin. Bu Payerdagi ishonchli, 100% ishonchli, hech qanday noqonuniy yeri yo'q. Payerdan shaxsni tasdiqlab, keyin ro'yxatdan o'tib ishlatsangiz bo'ladi bemalol do'stlar. Xo'p, do'stlar, botlar manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlari mumkin. Barchalaringga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Xo'p, Payerda qanday kriptovalyutani qanday topishni bilmasalaring, kommentariyaga yozinglar. Paynetda to'liq obzor qilib videorolik chiqaramiz do'stlar. Shunga qarab, fikrlarga qarab videorolik chiqadi. Hop, videorolikda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Barchalaringga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videorolikda ko'rishguncha.